Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakasaviy Surxon xodimi Jahongirjonman. 10-mart 2025-yil ertalabki soatimiz 7 da Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha 9:20 da uchayotgan reysimizga registratsiyamiz boshlangan. Xudo xolasa, mana hurmatli yurtdoshlar, ko'p bezakment aka-ukalarimiz uchun endi buni hech kim like bosib tarqatgisi kelmaydi, lekin mana bu yerda juda ko'p insonlar bezakment endi bizdan olgandiku amallab o'tkazib chiroyli qilib kuzatyapman, lekin bizdan olmaganlarni misol uchun holatlarda duch kelib qolyapti. Misol tekshirish holatlariga duch kelyapti, boshqa bo'lyapti. Nima demoqchiman? Iloji boricha misol uchun mana bu yerda narsasini chiqartirib cho'ntagida qancha bo'lsa pullarini ham olib qo'yaveradi mana bu yerda. Aytib o'taman, baribir aeroportda, imенно aeroportda joningizni olmaydi yoki sizni reysdan qoldirib yubormaydi yoki deport qila olmaydi. O'shaning uchun katta summa so'rasang, ha desam, ha deb berib ketaverish kerak emas. Kechani o'zida, misol, kecha 8 da bo'layotgan bo'lsa, 9 bo'layotgan bo'lsa, kecha 8 deyman, 9 da bo'layotgan bo'lsa, nechta odamni ushlaguncha har birini savol-javob qilib, so'rab, mana bu Telegram kanalimga qo'yganman. Telegram kanalimga o'tmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz esa nomerlarimizni yozib, saqlanib qilib, Telegram silkasiga qarsalar, o'zi nimasi turibdi, profilim turibdi. Yoki gruppaga qo'shib qo'y desangizda qo'shib qo'yaman. Endi nima demoqchiman? Aeroportda hech narsa qila olmaydi. Katta summa bermanglar. Katta summa cho'ntaklaringda bo'lmasin. 2-3 ming bo'ladi, tamom. O'shaning uchun qo'rqsa, boshqa qilsa, ha desam, ha deb pul berib ketavermanglar. Kuzatishda davom etinglar, xizmatdamiz.